pen toolga to'xtaganda pen tool bu qolgani instrument hisoblanadi. Misol qiladigan bo'lsak, pen tooldan biron bir narsa shape qilib olamizda tepasida qanaqadir mana shakllar chizdik. Fili qizil, stroke bor mana. Stroke'ni rangi mana qanaqadir kulrang qilib olamiz yoki pushti qilib olishimiz mumkin. Chizdik mana. Xo'p, misol qiladigan bo'lsak, pen toolga o'tadigan bo'lsak, mana shuncha nuqtalar qo'yib chiqamiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, mana plyusni olib yana qayergadir bossak, ko'payadi. Ya'ni nuqtalar ko'paytirib beradi. Yoki udalit qilmoqchi bo'lsak, minusiga o'tib olib olamiz. Mana minus qilib tashlaydi. Plyus deb qolibdi, minusini bosamiz. Mana bosganimizda o'sha nuqtani o'chirib tashlayapti, ya'ni minus qilib tashlayapti. Xo'p, keyingi instrumentimiz type tool. Klaviatura klaviaturasi T olamiz va tashlaymiz. Olganimizda tekst yozib beradi. Bu yerga bitta bosganimizda mana lorem impulse deb hokazo har xil yozuvlar chiqib kelaveradi. Buni nastroykasini karakterdan to'g'rilab olamiz. Yoki o'sha yozayotganimizda blok olib turib nastroykasini tepasida chiqadi mana. Modulga qilib turib karakterdan to'g'rilaganimiz bizga yaxshiroq. Xo'p, misol qiladigan bebasga o'zgartiradigan bo'lsak, bebas deb yozamiz. Mana bebasga shrift o'zgartirildi. Ikkinchi qatorga enter deb tashlab turib yozaveramiz. Yozamiz, oralari mana yaqin bo'lib ketdi, ko'rishimiz mumkin. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorlari yaqin. Ya'ni mana bu qatorda 14.58 turibdi. Avtoga qo'yib qo'ysak, zalostoy o'zini shrift bo'lib qoladi. Ko'proq olmoqchi bo'lsak, ko'proq shrift qilib qo'yamiz. Ozroq bo'lsa, shu yerdan rasmlarni to'g'rilab olishimiz mumkin. Xo'p, endi 16 bu shriftni razmeri 18 qilsak kattaroq, kichikroq bo'lishi mumkin. 10 qilsak mana kichik bo'ladi. Shriftini katta kichikligini qilib beradi. Xo'p, bu yerda va 60 turibdi. 0 qilib qo'yadigan bo'lsak, gorizontalga xolos bo'ladi shriftlarni. Bu o'sha 0 da tursa, o'zini shriftini turadi. Ko'proq ochmoqchi bo'lsak, o'sha yerdan qanchadir son berib qo'ya olamiz. Biz maksimal 200 turibdi. 200 va 300 xohlaganimizni qilishimiz mumkin, kerakli bo'lganda. 0 da bo'lsa, o'zini haqiqiy nastroykasi turadi. O'sha yaqinlashtirmoqchi bo'lsak, mana tepasida mana musbat son yozamiz, minusli yozamiz. Xo'p, endi bu joyda ko'rayotgan bo'lsak, mana Montserrat degan shrift o'tkazamiz hozir mana. Montserrat. Mana endi chiqdi. Montserrat o'tkazing. Mana bu yonda Montserrat shrift to'g'ri yonda oilasi bor. Ya'ni oilasi deganda uni hali katta, kichirog'i, qalini, ko'pgina turlari bor. Oxirgi holat mana qalini bor. Yo'tirog'i bor, har xili bor. Oilasi hisoblanadi. Endi boshqa shriftlar bo'ladi, oilasi bo'lmaydi. Misol qiladigan impact yozsak, hech qanaqa oilasi yo'q. Bunaqa shriftlarda yodkazmoqchi bo'lsak, mana shu yerdan to'g'rilasak bo'ladi. Bossak qalin bo'ladi, yo'tiroq bo'ladi. Oilasini bo'lmasa ham mana shu yerdan to'g'rilasak bo'ladi. Mana bular yozilyapti. Lorem impulslar boshda katta harf, qolganlar kichik harf turibdi. O'sha yonda mana uni yozsak, hammasi katta bo'lib qoladi. Kichkina yozuv bo'lsa, o'shani bossak, hammasi katta harf bo'lib qoladi. Lekin boshda katta harf yozib, keyingisini kichik qilishni iloji yo'q. Lekin shuni boshda katta bo'lsa, shuni bossak, qolgani katta bo'lishi mumkin. Colordan rangini o'zgartirishimiz mumkin. Xohlagan rangimizni qilishimiz mumkin shu colordan. Xo'p, endi men bu yerdan rangini o'zgartirmoqchi bo'lsam, uchalasini har xil rang qilmoqchiman. Shriftga 2 marta bosamiz, blokka bosamiz. Misol uchun ikkinchi qatorda rangi boshqacha rang bo'lishi kerak, ko'k bo'lishi mumkin. Uchinchi rangimiz qanaqadir boshqa rang. Mana shuni shunaqa qilamiz. Blok olib turib
rang tanlashimiz mumkin. Misol qiladigan bo'lsa, mana bu rangni boshqa rang qilishimiz mumkin. Shunaqa holatda rangga bo'yaymiz. Agar boshqa qatorlarda boshqacha har xil ranglar kerak bo'lsa. Shriftlarimiz turi ham xuddi shunaqa. Misol impactda turgan bo'lsak, mana tepa dekorator boshqacha shriftda kerak bo'lsa, pastdagi boshqacha kerak bo'lsa agar menga, yana xuddi shunaqa blokka olamanda, aytaylik, smoothiroq bo'lsin, shu yerdan o'zgartiramiz. Misol bebas bo'lsin, shu qatori. Shunaqa qilib o'zgartirib ketaveramiz. Type tool shunaqa. Bu murakkab yeri yo'q. Word, Excelda bilgan odamlar o'sha yozib ketaveradi. Enter tashlab yozsa, ikkinchi qator, uchinchi qatorga, keyingi qatorlarga tushib yozamiz. Hop, buni ichida yana boshqachalari ham bor. Yana vertikaliga yozish mumkin. Ko'pgina kerak bo'lmaydi bular, chunki vertikaliga yozmoqchi bo'lsam, mana bu holatda yozishimiz mumkin. Shunaqa qilib, shu holatda yozganimiz ma'qul. Hop, endi misol qilib shuni yozayotgan bo'lsa, shriftlarim sentrdan joylanib ketyapti. Buni ham nastroykada paragrafdan to'g'rilab olish mumkin. Mana chap tarafdan, o'ng tarafdan yoki o'rtadan boshlansin, sentrdan shu holatda boshqaramiz. Agar yozayotgan holatimizda mana boshdan belgilab olishimiz mumkin. Shift turini, rangini to'g'rilab turib, tepadan ham to'g'rilab turib, yozishdan oldin to'g'rilab olishimiz mumkin. Xo'p, yozib bo'lgandan keyin ham karakter yoki paragrafdan to'g'rilab olishimiz mumkin. Xo'p, keyingi instrumentlarimiz Pencil Selection, Direct Selection Tool. Xo'p, misol qiladigan bo'lsak, Pen toolni oldida qanaqadir shaklga chizdik, shuni to'g'rilamoqchimiz. Mana shu Direct Selection olib turib, o'sha joyini olib turib, bitta nuqtani belgilab turib, Direct olib, shu nuqtani o'zini ushlab, boshqacharoq qilib shape'da o'zgartirish mumkin, ya'ni edit qilishimiz mumkin. Mana qilib o'xshamagan joylarini direct selection olib turib uni olishimiz mumkin. Hop, keyingisi esa pen tool olib turib paste olamiz, ya'ni rasm kesmoqchi bo'lganimizda. Hop, rasm kesmoqchimizda uni ham to'g'rilab olishimiz mumkin. Qayerlarnidir mana yaxshi chiqmagan bo'lsa, o'sha paste selection toolni olib turib to'g'rilaymiz. Hop, keyingi instrumentimiz bu yerdagilar hammasi chizib beradi. Shakllarni qanaqa bo'lsa, shunaqa qilib chizib beradi. Hop, buni ham tepada nastroykalar chiqadi. Hop, mana chizsak, turibcha shakl chizish, shiftni bosib chizsak, to'g'ri turibcha chizib beradi, bo'lmasa xohlagancha shakl chizib beradi. Hop, chekkasi avvalni bo'lsa, uni chekkasini avvalni qilsin, lekin to'rtburchakda ham chekkasini buksak bo'ladi. Misol, to'rtburchak shakl chizdik, chekkasini buklamoqchimiz. Mana bu proporsda shu nastroykalari chiqadi. Fil rangi va boshqalari chiqadi. Mana o'sha to'rtburchaklarni 0 piksel turibdi, shuni qanaqadir razmer bersak, mana shu chekkalar hoshiyalarini o'nglashimiz, boshqachalarni qilishimiz mumkin. Xo'p, o'sha zanjirda olganimizda bu yog'iga boshqacha, bu chekkasini boshqacha qilishimiz mumkin. Agar zanjir yoniq tursa, teng, hamma tomoni teng bukilib ketadi. O'sha yerni ushlab turib ham chapga o'ngga qilganimizda ham bukilishi mumkin. Xo'p, yumaloq ham xuddi shunaqa shiftni bosib chizsak to'g'ri dumaloq qilib beradi. Agar shiftni bosmasdan chizganimizda boshqacha avvalning o'zimizga kerakli bo'lgan elliptis holatlari, ya'ni xohlagan shaklga chiqarishimiz mumkin. Keyingisi polygonal tool. Bu ko'p burchakli instrument hisoblanadi. Ya'ni ko'pgina burchakli shakllarni chizmoqchi bo'lsa, shu instrumentdan qilishimiz mumkin. Mana bu Science'dan belgilab olishimiz mumkin. Ya'ni 3 turda bu yerda 3 burchak chizadi. 6 bo'lsa 6 burchak chizadi va hokazo. Nechta burchak chizmoqchi bo'lsak, o'shini boshini belgilab olishimiz kerak. Chunki chizib bo'lgandan keyin buni to'g'rilab olmaymiz. Chunki 6 burchak bo'lsa, 5 burchak qilmoqchi bo'lsak, qila olmaymiz. Boshida shuni belgilab olish kerak bo'ladi. Eng kichik o'sha 3 burchak 70 burchak qilishimiz ham mumkin.
Keyingilari instrument emas, hand tool bu. Probelni bosib boshqaryapmiz. O'shani probelni bosmasdan turib, shu orqali ham boshqarishimiz mumkin. Buni yomon tomoni, buni ushlagandan keyin boshqa instrumentga o'ta olmaymiz. Обязательно bosib turib keyin ishlashimiz mumkin. Bu instrumentni ishlatgandan keyin yana boshqalarga o'tish kerak bo'ladi. Xo'p, endi shu joygacha instrumentlarimiz tugadi. 1080 ga 1080 ochamiz.